Assalomu alaykum. Men G'ofirjonova Zilola. Qorako'l Ziyo o'quv markazida ona tili va adabiyot fanidan 5 yildan beri dars berib kelmoqdaman. Hozirgi kunda abituriyentlardagi eng katta muammolardan bittasi majburiy blokdagi fanlarga juda ham bee'tibor bo'lishmoqda. Lekin aslida ana shu blokdagi fanlardan qo'lga kiritiladigan kichkinagina ballar hal qiladi natijani grant yoki kontrakt bo'lishini. Bundan 2 yil oldin meni bitta o'quvchim bo'lganda 0.5 ball yetmasdan kontraktga ham kira olmagan o'qishga. Keyin super kontrakt qilib davom ettirdi o'qishini. Ya'ni o'sha 0.5 ball sababli qanchadir miqdorda katta pul to'lashga majbur bo'lgan universiteti uchun. Ona tili fanidan majburiy blok testlari uchun ma'lum bir mavzular belgilab berilgan bo'lib, o'quvchiga ana shu mavzulardan tuzilgan 10 tagina test tushadi. Mavzular ham oson emas, ya'ni murakkab mavzular mavjud va shunga yarasha testda ham murakkab testlar uchrab turadi. Shu sababli biz hozirgi kunda o'quvchilarga mavzularni yaxshilab o'rganishni va testlarni yaxshilab tahlil qilishni tavsiya qilamiz. Men o'quv markazida offline darslarni tashkillashtirganimda ko'plab o'quvchilar murojaat qilishadi. Aslida ular onlayn tarzda o'qishni boshlashadi va o'zlarining natijalaridan qoniqishmaydi. Ulardan nimaga degan savolni so'rab ko'rganimda javoblar deyarli bir xil. Ya'ni onlayn tarzda, ya'ni yozib olingan darslarni kuzatish juda ham zerikarli, ko'plab o'quvchilar ularni oxirigacha ko'rishmaydi yoki juda ham hissiyotsiz bo'lishi mumkin darslar. Offline darslarga keladigan bo'lsak, ustoz ularni interaktiv shaklda tashkillashtirgani uchun sinfxonada jonli dars davomida informatsiyalarni eslab qolish o'quvchilar uchun qulayroq hisoblanadi. Hozirgi kunda ona tili fanidan majburiy blokdagi testlarning asosiy qismi imlo mavzusidan tuziladi. Bu mavzu birmuncha murakkabroq hisoblanadi, chunki imlo mavzusida qoidalar va ularga beriladigan misollar, undan tashqari istisnolar ham juda ham ko'p. Ushbu ma'lumotlarni har birini yodlab chiqish o'quvchiga birmuncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lekin bunday testlarni yaxshi ishlash uchun o'quvchilar qoidalarni yodlashi emas, tayyorgarlik jarayonida ko'proq test yechishi kerak bo'ladi. Men imlo mavzusi bo'yicha qo'llanma va testlar tayyorlaganman va ularni kanalga joylaganman. Bu testlarni olish uchun siz izohdagi havola orqali kanalga o'tishingiz va testlarni yuklab olishingiz mumkin. Hozirgi kunda o'quvchilarda imtihongacha 2 oy vaqt qolmoqda va biz yangi ochiladigan guruhlarimizda 1,5 oy davomida ona tilidan belgilangan mavzularni o'zlashtirib, keyin yarim oy, ya'ni 15 kun muddat ichida imtihon namunasidagi testlarni yechib tahlil qilishni rejalashtirganmiz. Siz ham ona tili fanidan majburiy blok testlariga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bizni bepul darslarimizda ishtirok etishingiz mumkin.